Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining xulosasiga ko'ra, ekologik masalalarga bog'liq ekanligi, daraxtlarimizda kamaygani qandaydir allergik kasalliklar rivojlanishiga olib keldi. Allergologiya sohasidagi hal qilinishi kerak bo'lgan masalalarni ham ko'paytirdi. Inson organizmida bu ta'sir hadeb ko'payavergandan keyin qarshilik ko'rsatish ham ko'payadi. Oddiy chang ham insonga allergiya beryapti. Belgilangan chiqindi joylarimiz bor, lekin hamma tashab ketyapti. To'g'ridan to'g'ri biz ularni chiqindixonaga aylantirib qo'yamiz. Ekologik katastrofaga yetkazmaslik harakatini qilish muhim ekanligini biz ham tushunishimiz kerak. Havoni yana ifloslanishi depressiyaga olib kelyapti. Bo'qoq kasalliklar rivojlanishiga olib kelyapti. O'pkani to'liq kislorod bilan nafas olishini ta'minlash ham u omonatga e'tiborda. Vaziyat jismoniy faollikni va to'g'ri ovqatlanishni ham taqozo qiladi. Bizning o'zimizga birinchi navbatda kerak, davlat qilsin, qanaqadir bir tashkilot qilsin degan masala u ham bor. Lekin o'zimizni harakatimiz ham juda muhim ekanligini aytib o'tmoqchiman. Eng yaxshi havolardan Mo'ynoq ko'rsatilyapti, Xorazm ko'rsatilyapti. Ko'zida sog'lom qarash bo'lganligini ko'rish men uchun baxt. Assalomu alaykum. Bugun podkastimiz mehmoni O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari Elmira Erkinova bo'ladilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, xushvaqt bo'ling. Bugungi asosiy podkastimiz shundan iboratki, ekologiya kecha va bugun. Hozirgi kunda dunyo o'zgaryapti. Har xil yo'nalishlar ekologiyaning o'zgarishi sog'liqni saqlashga qanday ta'sir qilyapti, ularning rejalari, ularning muammolari, shu haqida siz bilan gaplashsak, o'zingiz fikrlaringizni qisqacha bildirib o'tsangiz, shunga mamnun bo'lardik. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining xulosasiga ko'ra, inson salomatligini ta'minlashda faqat 10-15% tibbiyotga bog'liq, 20% genetikaga bog'liq, 50% bugungi kunda ekologik masalalarga bog'liq ekanligi buni ilmiy izlanishlar tasdiqlagan va shu asnosida men aytib o'tmoqchimanki, umuman tibbiyot, sog'liqni saqlash tizimi, inson salomatligi 50% ga faqat ekologik vaziyatga bog'liq. Bugungi kunda ekologiya qanday o'zgarishlar bo'layapti? O'sha men o'ylagan davrdagi jarayonlar bugungi kungidan qanaqa farq qiladi, shu to'g'risida o'z fikrimni aytmoqchi edim. Toshkent 1966-yilgacha ariqlardan suv oqsa hamma eshitadigan. Har bir xonadondan ariqdan suv oqardi. U ariqdagi suv shu darajada tiniq ediki, ota-onalarimiz ariqdan suv ichib qo'ymanglar deb bizni ogohlantirishardi. Lekin shu ogohlantirish qatorida bu jonlarimiz bizga har xil rivoyatlar aytib berayotganda, suvga bo'lgan munosabatni rivoyatlar va qadriyatlarimiz orqali bizga shakllantirishar edi. Ya'ni suvni ustidan sakrab bo'lmaydi. Hovlini supurganda ariq tarafga supurish mumkin emas edi. Suvga faqat non ushoqlarini tashash mumkin, undan baliqlar oziqlanishi uchun. U yerga tupurish yoki qandaydir noto'g'ri chiqindilarni tashash umuman mumkin emas edi. Bu narsa ona suti bilan singdagandek bizning buvilarimiz 60-yillarda bu to'g'risida juda ko'p gapirishar edi. Ana shu narsaga rioya qilib kelinishi kerak edi va bugungi kunda mana umuman sog'lom turmush tarzi, tibbiy madaniyat, insonni sog'lom bo'lishi to'g'risidagi masalalarda vakolatim yuzasidan shu xulosaga keldimki, bugungi kunda ham ana shu masalalar bolani tug'ilishi bilan boshlanishi kerak. Tushuntirishlar. Chunki bilasizmi, bitta muhim xulosani aytmoqchiman. Qanchalik siz mablag' ajratmang, ekologiyani yaxshi bo'lishiga, inson salomat bo'lishiga, lekin shu hududni ahli, shu mamlakatni ahli o'z ekologiyasini asrashga o'zi harakat qilmas ekan, hech qanday mablag' yetmaydi, yetsa ham foydasi bo'lmaydi. Men Xotin-qizlar qo'mitasida ishlaganimda biz maktabgacha ta'lim muassasalarida, bog'chalarda Zumratoylar davrasi degan davralarni tashkil qilgan edik va bolalarimizga qadriyatlarimiz asosida aynan hayotiga zarur bo'lgan o'zini ekologik muhitini yaxshilash bo'yicha o'gitlarni berishimiz osonroq bo'ldi. Bilasizmi, Chirchiqdagi bog'chada shu tadbirni o'tkazib turganimizda 25 yashar ayol o'zini 4 yashar qizi bilan bog'chaga kelayotganda bunga nima o'rgatdinglar deb savol berib, uyda hammaga qo'l yuvishni o'rgatyapti. Bobosi ham qolmadi, buvisi ham qolmadi. Qanaqa qilib suvdan foydalanish to'g'risida bizga o'rgatyapti deb aytganida men o'sha buyuk
pedagog Makarinkani bir gapi esimga tushdi va bu gapi, bu o'giti tasdiqlanganini bildim. Makarinka 36 yoshida ustozlik mavqeiga ega bo'lgan va uni shogirdlari bo'lgan pedagogikadan. Shogirdlari undan so'rayapti: "Hurmatli ustoz, tarbiyasi og'ir bolani tarbiyasini tuzatish uchun ota-onasini maktabga necha marta chaqirish kerak? Shu to'g'risida maslahat bering" desa, Makarinka: "Hurmatli shogirdlarim, agar men bola tarbiyasi bo'yicha, o'quvchilarimni tarbiyasi bo'yicha ota-onasini yordamiga muhtoj bo'lsam, bu meni pedagogik mag'lubiyatim bo'ladi. Men bolalarni shunday tarbiyalashim kerakki, mendan olgan ma'rifatni xonadoniga u olib kirsin", deyapti. Ko'ryapsiz-a? Shuning uchun maktabda, bog'chada ekologik tarbiyani biz asosiy dars sifatida bugun kirgizmasak, ertaga kech bo'lishi mumkin. 66-yilgacha daraxtlar shamolda shitirlasa, uzoq 100 metr naridan ham eshitilardi. Shunchalik daraxtga bo'lgan munosabat, suvga bo'lgan munosabat, ariqlarning oqishi Toshkentni jamoli boshqacha edi. Ayrim bir muddat shu daraxtlarimizda kamaygani qandaydir allergik kasalliklar rivojlanishiga olib keldi. O'shalar haqida ham bir qisqacha aytib bersak, bular nimaga ko'payyapti? Yoshlar o'rtasidami, kattalar o'rtasida, kichkinalar o'rtasida, keyin masalan hozir havoni ifloslanishi, PM 2,5 zarrachalari bor. Qarang, bir kun havoda nafas olsak, 5 ta yoki 10 ta sigaret chekkan bilan bir xil zararlanar ekanmiz. Mana shu daraxtlarimiz kamayib ketsa, mashinalardan chiqqan gazlar ta'sir qilar ekan. Qanday ularni kamaytirishimiz mumkin, nimalarga e'tibor berishimiz mumkin, shular haqida ozgina gapirib bersangiz. Har qanday ekologik masalalar, ekologik muammolar bugungi kunda allergologiya sohasidagi hal qilinishi kerak bo'lgan masalalarni ham ko'paytirdi. Avvallari allergik nuqtai nazardan antigen zarrachalar bor. Ularni ta'siri inson organizmida, bu ta'sir hadeb ko'payavergandan keyin qarshilik ko'rsatish ham ko'payadi. Men oddiy jaydar qilib tushuntiryapman. Har qanday antigen kirib kelishi bilan sizda reaksiya bu narsaga juda ham katta tayyorgarlik bo'lsa, siz bunga o'sha allergik reaksiya, ya'ni toshmalardan boshlab o'sha nafas bo'g'ilib o'limgacha olib keladigan asoratlar ham bor. 60-yillarida antibiotiklar birinchi marta ishlatila boshlandi va antibiotiklar inson organizmida o'zini himoya antitanachalarini ishlab chiqarishda juda ham zo'r mexanizmlarni yo'lga tushirib yubordi. Va antibiotiklar, misol uchun o'sha vaqtdagi penitsilin inson organizmiga kirishi bilan barcha infeksiyalar to'xtay boshladi. Lekin bizda bitta muhim narsani aytmoqchiman. Bugungi kunda inson idrokidan ko'ra mikroblarni, antitanachalar, antigenlarni genetik tuzilishi aqlliroq va u ko'p narsaga moslasha oladi. Misol uchun shu antibiotiklar avval faqat penitsilin bilan tuzatadigan bo'lsak, keyinchalik bu penitsilinga tanamizdagi mikroblar moslashib yana kuchliroq antibiotik talab qila boshladi. Rivojlandi, bizga o'xshab. Tanadagi mikroblar qanday bu narsaga moslashsa, farm kompaniyalar ham xuddi shunday rivojlana boshladi. Eng zo'r antibiotiklar ishlab chiqila boshlandi va inson organizmini biz eng nozik ta'siriga ham sezuvchan qilib qo'ydik. Ibn Sino bobomiz davridagi o'sha damlamalar, qaynatmalar, turli xil dorivor o'simliklar bilan kasalliklarni tuzatgan bo'lsak, biz keyin ximiya preparatlariga, antibiotiklarga o'tib, insonni allergik fonini juda ham yuqori darajagacha chiqazib oldik. Shunday jarayonlar paydo bo'ldiki, endi oddiy chang ham insonga allergiya beryapti, chunki u butun tanasini barcha dori-darmonlar bilan, bunga balkim bu avlod hozirgi o'sib kelayotgan bolalarimiz aloqador bo'lmasligi mumkin, lekin uni ota-onasidan, buvisi va buvalaridan ana shunday allergik tayyorgarlik shakllanib tug'ildi va bugungi kunda biz shuni kuzatyapmiz. Yosh yigitlarimiz kanallarda chiqindilarni yig'ib yurgani va bu aksiya qilayotgani, men shunaqa xursand bo'ldim. Men bu harakatlarni bundan 15 yil oldin ham u vaqtda Kamolot edi, Kamolot tashkilotiga tavsiya qilgan edim. Kelinglar, ayniqsa avtobus bekatlarida pista po'choqlarni ko'p bo'lishi va eng pokiza va toza avtobus bekatlarini qilish bo'yicha chaqiriq qilganimda, unda u vaqtda meni tushunishmagan. Mana bugun yoshlarimizni tushungani bu bizning katta baxtimiz. Yaponiyada, Koreyada avtobekatlarda oldida chiqindi o'rnalari yo'q ekan.
lekin hamma nimaga bunaqa bo'ladi desa, biz hammamiz o'zimiz bilan olayveramiz. Bu bir tarafdan ham to'g'ri, masalan ko'rsangiz, mana shu o'zimiz yo'l yoqasidagi avtoturargohlarda oldilarni ko'rsangiz, belgilangan chiqindi joylarimiz bor, lekin hamma tashab ketyapti. Ular ketgandan keyin masalan bitta ko'chada minglab odam yursa, har bir odamdan bittadan chiqindi tutsa, to'g'ridan to'g'ri biz ularni chiqindixonaga aylantirib qo'yamiz. O'zbekiston bog'ida hamma joy toza, ertalab spirga ko'tarib opamiz chiqqanlar tozalashga, lekin bitta o'rindiq oldida shunda aylanib pista chaqilgan. U ayolni qanchalik dili og'rib o'sha yerni tozalayotganlarini ko'rib, albatta u yerda yoshlar o'tirib pista chaqadi, keksalar o'tirmaydi. Ekologik masalalarga ehtiyotlik bilan qaraydigan mamlakatlarda ekologik fojiaga, katastrofaga yetkazmaslik harakatini qilish muhim ekanligini biz ham tushunishimiz kerak. Biz u muammoni yechish uchun o'sha katta mablag' ajratib, ekologik muammo paydo bo'lgandan keyin uni yechish to'g'risida qarorlar qabul qilish o'rniga ana shu ekologik muammolarga yo'l qo'ymaslik, bu bizning millatimiz har bir fuqaroni asosiy vazifasi deb o'ylayman. Havoning yana ifloslanishi depressiyaga olib kelyapti ekan. Bo'qoq kasalliklari rivojlanishiga olib kelyapti ekan. Bular ham ish jarayonidagi, masalan, ish unumdorligini 20%, 30% ga tushirib olar ekan. Bilasizmi, men yana qadriyatlarimizga qaytmoqchiman. Insonga berilgan tana bu Alloh tomonidan berilgan omonat. Omonatda ehtiyot qilish kerak. O'pkani to'liq kislorod bilan nafas olishini ta'minlash ham u omonatga e'tiborda. Kasal bo'lib, juda qimmat davolanishga zarurat tug'ilgan darajaga yetmasdan, siz aytganingizdek, har bir inson ochiq havoda nafas olishi, sayr qilishi, to'g'ri ekologik vaziyat jismoniy faollikni va to'g'ri ovqatlanishni ham taqozo qiladi. Stress masalasi ham o'ziga yarasha katta muammo. Bugungi kunda 75,5 yosh bo'lsa, inson umr davomiyligi biz 2030-yilga borib 78 yoshga yetkazishimiz kerak. Bu uzaytirishda agar yoshlarimiz stressdan yiroq bo'lish yo stressga yetib bormaslik, buning uchun o'sha vaqtida toza havodan nafas olish, shovqin suronlik yoki bo'lmasam qandaydir insoniy ziddiyatlarga o'sha yomon ekologik vaziyat ham ta'sir qiladi. Qandaydir bir masalaga siz xotirjamlik bilan javob berish imkoniyatingiz bo'lganda ham, lekin ob-havodagi kislorod miqdorining kam bo'lishi, zararli zarrachalarning bo'lishi siz o'sha vaziyatga negativ javob berishingizga ham sabab bo'ladi va bu inson umr davomiyligini qisqartiradi, chunki bularning hammasi yurak qon tomir tizimiga va oxirgi masalalar, kimlardir aytardi, shu onkologik kasalliklar bu qandaydir vaziyatga, ob-havoga taalluqli emas, lekin onkologik kasallik ham bugun ekologiyaga, stresslarga sabab bo'layapti. Olimlar shuni ko'rsatyaptiki, doimiy stressda bo'lgan inson yo bitta qattiq stressda bo'lgan insonda onkologik kasallikni vujudga kelishi, rivojlanib ketishi ehtimoli juda baland. Alohida aytmoqchiman, ekologik vaziyatni yaxshi qilishi, o'zimizning atrofimizdagi ob-havo, daraxt, suvni holati bizning o'zimizga birinchi navbatda kerak. Davlat qilsin, yo qanaqadir bir tashkilot qilsin degan masala u ham bor. Lekin o'zimizning harakatimiz ham juda muhim ekanligini aytib o'tmoqchiman. Koinotda qora teshikni kattalashishi, bu hammasi bu yerdagi ekologik masalalarni ko'p bo'lishi, o'sha ozon qatlamini yo'q bo'lib ketishi masalalarini ko'tarilganda biz o'ylovdikki, bu bizga taalluqli emas, u yerda bo'layapti deb. Lekin bugun mana o'sha tajriba, hayot, kuzatuvlar shunday xulosa qilishga majbur qilyapti meni. Bunda har bir fuqaro birinchi navbatda savolni o'ziga berish kerak va har birimizni qalbimizdagi ertangi bolalarimiz qanday hayot kechiradi, nabiralarimiz qanday hayot kechiradi, qanchalik mablag' ko'p bo'lmasin, qanchalik omadimiz bo'lmasin, lekin biz nafas olayotgan havo agar u zararlangan bo'lsa, ichayotgan suvimiz zarar bo'lib yoki umuman kamayib ketgan bo'lsa va daraxtlarimizni soni keskin kamayib ketsa, bu albatta farzandlarimiz va nabiralarimizni hayotida
baxtli, farovonlik belgilari bo'lishi ehtimoli juda past bo'ladi. Farzandlarimizni to'g'ri ta'lim berib, rejalarimizni olib borsak, biz ham dunyodagi eng rivojlangan davlatlar ro'yxatiga kirib, ulardan o'tib ketish imkoniyatimiz bor. Mudofaa vazirligini jamoatchilik kengashining a'zosiman. Biz kuni kecha Chirchiq poligonida askarlarimiz bilan uchrashdik va men o'sha 70-80-yildagi o'zbek askarlari bilan bugungi askarlarni taqqosladim-da. Bu yigitlarimizni bo'yi 2 metrga yaqinligi, ularni qomatini tik ekanligi, ularni ko'zida sog'lom qarash bo'lganligini ko'rish men uchun baxt. Chunki men avvallari doimiy o'sha eski tizimda kaltaklanadigan, haqoratlanadigan, xor qilinadigan O'zbekistondan borgan askarlarning holatini ko'p ko'rganman. Bugungi kundagi imkoniyatlar va men o'ylaymanki, shu kungacha biz barcha davlatimiz rahbari tomonidan, umuman hukumat tomonidan qilinayotgan harakatlar soldatlarimizni bu darajaga yetishiga kulgi bo'lar edik futbol masalasida. Hojiboy Tojiboyev marojniy yalab kelinadi degan aytilgan askarlari o'zbek futbolida ham men futbolga, xokkeyga juda qiziqadigan bola bo'lganman yoshligimda. Har doim bu borada qandaydir bir andisha, xafalik, qalbda g'ashlik bo'lar edi. Men har kuni ertalab bizning bolalarimizni futbol o'yinlaridagi har bir harakatini ko'rgim keladi. G'urur bor. Millatimizga g'urur. Bu g'ururni davom ettirish uchun albatta ekologik masalalarimiz zo'r bo'lishi kerak. Hozir yaratilgan sharoitlar masalan oldindan borib o'sha iqlimga adaptatsiya qilishdi, borib 5-6 kun oldin bor adaptatsiyani o'rgatishyapti. Har bir muhit bir-biriga bog'liq ekanda. Bizning askarlarimiz jangari askar emas. Ular o'sha zo'r oilada oilani himoya qiladigan zabardast, sog'lom, aqli butun, baquvvat va oyoqda mustahkam turadigan erkak sifatida ko'ryapman biz armiyamizni. Erkak bo'lsin. U bor ekan, biz tinchligimiz ta'minlangan. Urushimiz emas, tinchligimiz ta'minlangan. Va bu bolalarni bilasizmi, bu bugungi kungacha O'zbekiston erishgan yutuqlarning natijasi bu bolalarni bunday bo'lishi va nimaga buni aytyapman? Hali ham kech emas, biz ekologik vaziyatimizni yaxshilashga umummilliy harakat qilib kirishimiz. Buni prezident birinchi murojaatlarda emas, bundan bir necha yil avvalgi murojaatlardan boshlab umummilliy harakat bo'lishi, sog'lom turmush tarzi, inson salomatligi degan qayta chaqiriqlariga ham labbay deb javob berib, ana shu yigitlarimizni mustaqillik natijasi deb men bilaman. Chunki sahnada bir qo'shiqchimiz zo'r qo'shiq aytsa, butun zal baravariga qo'shiq aytdi. Bu bilasizmi, armiyadagi ma'naviy muhitning sog'lomligi. Armiyada yigitlarimiz o'sha qalbidagi vatanga bo'lgan muhabbati, onasiga va o'sha sevgili yoriga bo'lgan muhabbati birgalashib qo'shiq aytish imkoniyati, bunday qo'shiq aytish bundan 30 yil, 40 yil oldin yo'q edi. Men O'zbekistonni bugungi kundagi o'sha shaxmatda ham, futbolda ham, boshqa sport, boksda mana armiyadagi men kechigi ko'rgan narsalarim g'urur, hali ham u g'ururdan hech qayta olganim yo'q. Eslayapman-da bu bolalarni qanaqa qo'shiq aytganini. Zalda o'tirib shunaqa aytayaptiki, katta xo'rlardan ham, zo'r xo'rlardan ham qolishmaydigan. Ana shu natijani biz ushlab qolish uchun biz bugun siz aytayotgan va menga savol berayotgan ekologik vaziyatni to'g'irlash bo'yicha hammamiz alohida va yakunda birgalikda harakat qilishimiz kerak. Shunda bu ajratilgan mablag'lar davlat siyosatida orqali qabul qilayotgan qarorlar ijro bo'lishi mumkin. Orolni ko'kalamzorlashtirish va u yerga har xil o'simliklarni ekish, changni kamaytirish maqsadida ekologik vaziyatni to'g'irlash masalasida ishlar amalga oshirildi. Qoraqalpog'iston, Xorazm, Orolbo'yi atrofidagi haqlar bilan gaplashsak, juda ham haligi iqlim ancha tozalangan. Prezidentimizni shaxsiy qahramonliklari deb bilaman, chunki men 2017-yilda Mo'ynoqqa borganimda, Mo'ynoq eng yomon kinofilmlardagi cho'lni o'rtasidagi 4-5 ta loydan qilingan kulbalar bilan qum aralash shamol, quyosh va ko'zga ko'rinmayotgan orol va o'sha kemalar qabristoni ham ko'rganman. Bu 2017-yilda edi.
davlatimiz rahbari Mo'ynoqqa bo'lgan e'tiborlari, mehrlari va bu muammoni hal qilishda davlat rahbari sifatida ishtiroklari juda katta rol o'ynashini bilgan holda qilingan islohotlardan keyin men 21-yil bordim. Tanib bo'lmaydi. U yerdagi xonadonlar, u yerdagi hatto u yerda alohida muzey ham qilingan, u yerdagi bog'lar, u yerdagi bolalar sanatoriyasi, ko'z oldiga keltiring, Orol bo'yida bolalar sanatoriyasi. Bu o'zgarishlar albatta avvalambor men cheksiz davlatimiz rahbarini bu harakatlarga ta'zim qilaman. Men ko'zim oldida o'tdi-da, 3-4 yil ichida bunday o'zgarishlar. Yana bu hali katta global o'sha siz aytgan tashkilot o'rmon xo'jaligidagi ekilgan saksovullar bilan boshqa qandaydir bir zo'r daraxtlar, men mutaxassis emasman, bilmayman. Ana shu ekilgan daraxtlar va ularni bu ham katta mashaqqat. Chang to'zonlarni ko'tarish oldini olinganicha havo tozaligi, ulardagi mana hozirgi kunda ham ko'rib turibsiz, masalan, har kuni Toshkent havosi deyiladi, eng yaxshi havolardan Mo'ynoq ko'rsatilyapti, Xorazm ko'rsatilyapti. Bu degani eng katta yutuq mana shu amalga oshirilgan ishlar yuzasidan. Men ijtimoiy tarmoqlarda o'qiganimda o'sha xalqaro ekspertlar va kosmik kuzatuvdan Orol kengayapti degan gaplarni ham eshitdim. Avvalambor ko'z tegmasin, agar kengayotgan bo'lsa biz juda ham xursandmiz. O'sha shimoliy qismi kengayapti deb aytildi. Albatta bu juda katta mashaqqatli, men bu oddiy so'z bilan yo oddiy hujjat bilan emas, katta mashaqqat, katta nazorat, katta birdamlik. Hozir Mo'ynoqda u imoratlarni, u binolarni ko'rsangiz, xuddi ertakka o'xshaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining bir o'rmonlariga borib keldik, amalga oshirgani. O yerda umuman o'rmonlarga tegilmas ekan. O'zi sinar ekan, o'zi chirib ketar ekan, o'zi boshqatdan yana klimatni yangilab berar ekan. Bugungi kunda men yana alohida chaqiriq qilmoqchiman. Bizning o'sha yosh buvijonlarimiz o'z nabiralariga, chunki ota-onaning hozir vaqti yo'q. Buvijonlarimiz o'z nabiralariga aynan shu ekologik nuqtai nazardan shakllangan ertaklar, rivoyatlarni aytib berishgan ma'qul. Chunki rivoyat va o'yinlar orqali singdirilgan bilim xonadonga olib kiriladi. Ekologiya har bir fuqaroni xatti-harakatlariga bog'liq. Har qanday ekologik madaniyat oilada shakllanishi kerak. Shundagina biz nabiralarimizni hayotini barqaror va chiroyli qilib shakllantira olamiz. Qaysidir bir joylarga kelsangiz, daraxtlarning ko'pligidan ko'zingiz quvonadi. Oqtepadan oqib o'tadigan kanal, o'zimizni bo'sh suvlar, suv bor joyda o'zini yashash makonini shakllantirgan. Bu qadriyat. Oiladagi tarbiya, ilm asosida katta avlodni kichik avlodga o'rgatadigan o'gitlari asosida bo'lishi, barcha harakatlarimiz ilmga asoslanganligini ham alohida aytmoqchiman. Ilm juda ham muhim narsa. Ilmiy erkinlikni mana hozirgi kunda masalan yosh avlodga mana shu sog'liqni saqlash sohasida, ekologiya sohasida o'zingizga bir xulosalaringizni bersangiz, kuzatuvchilarimizga ham ularga ulashib bir yakunlasak. Inson salomatligi olimlarimiz xulosasiga ko'ra mana 50% ekologiyaga bog'liq ekanligini e'tiborga olgan holda har bir O'zbekiston fuqarosiga o'zi yashab turgan hududini, havosini, suvini, daraxtlarini ehtiyot qilishga chaqiraman. Ana shu harakatlar orqali o'zini 50% salomatligini ta'minlashi imkoniyati bor ekanligini aytmoqchiman. Agar biz bugun shu harakatlarni boshlasak, ertaga farzandlarimiz, nabiralarimiz xuddi biz nafas olgan toza havodan, ariqlarimizda oqayotgan suvlardan va ko'm-ko'k bog'larimizdan bahramand bo'lib hayot kechiradi. Shuning uchun men o'ylaymanki, eng katta motivatsiya har bir inson uchun farzandini baxtli hayot. Ana shu motivatsiyaga tayangan holda farzandlarimizni yaxshi hayot kechirishi bizni bugun ekologiyaga bo'lgan munosabatimizga chambarchas bog'liq ekanligi va bugun qilmagan harakatimiz ertaga kech bo'lishini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Ko'rsatuvimizda ishtirok etganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi uchrashguncha.